Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah amma ba'du. Sabaqdaşlar, bugün kitabımız 26. betki kelgendi. El-Mustalahat el-Arba'a. İlgirki mezmunlarda biz şu oyuğunuş, güllünüş hareketide muhim bolgan bir qancha atalgılarni, muhim taraflarni qanaq o'tgan to'q so'zlab o'tgan to'q qarindoshlar. Bugungi darsimiz hamda shundan keyin biroz tushunmak tez, ammo tushunmasak bo'lmaydigan ishning mohiyatini bizga aytib beradigan muhim bir atalgılar haqida so'zlaymiz. Buni Abdur 4 atalgı degan nom bilan başladı küçük mevzu bilen. Davatu da Abdurrahim'de senebda'u bi ba'd al-mustalahat التي يصعب تجاوزها لضرورتها في ترتيب الخارطة العقلية للعاملين. Biz bir kısım atalgılar bilen başlayımız gapni. Ki bu atalgılardan taşlap koyup ütüp ketiş hakikatendir. Yani ütüp ketki olmaydı bence. Taşlap koysak bulmaydı. Nimişka? Li daruratiha fi tertibil haritatil aqliye lil amilin. Bu sahadaki hizmet kıvatkallığa nispeten akli haritinin retlenişi bek zürür. Çokum düşünüş gerek. Hakikaten düşünüş gerek. Eğer bu noktalar düşünülmegen de mesele çıkıdı. Ve bu atalgılarının bazısının ki nurgun yazmılarda, kitapçılarda ve köplegen ziyalilarının kündülük kullanmaları da keng taqalğanlık. Şunu hem böyle normalda şu kitap okuş dersimizge qatnaşıp atkan her bir qarindashimiz normalda işletip qalamiz bu sözlerini. Ama gapning mahiyeti belki bizge tushunilmasligi mumkin. Kitaplarda uçurtup qalamiz, yazmalarda uçurtup qalamiz. Bularni mush sahada xizmat qilayotganlar asosan deydi bu gapni demay amal yo'q. Mushuni tushunish uchun zodi bularni tashlab qo'yib o'tib ketish biroz qiyin. Biz endi shu nuqtaga bir qarmoqimiz lozim. Yajibu an nulfita nazara degani shu nuqtaga qarmoqimiz lozim ki bu atalgılar ila enne hadihil mustalahat bu atalgılar taaddedet ta'rifatuha ve tenavvuat. Bunun ta'rifatları yaman köp, yaman türlük olup ketdi. Çünkü her bir bu sahaga kirgan adam öz tushunchasiga qarata buni tushundirib demdi. Ve ma sanazkuruhu huna min ta'rif li kulli mustalah. Biz her atalgıga bu yerda so'zlaydigan ta'rifatimiz olsa biz tanlaganimiz şu. Nimişqa muşu tadqiqatimiz jarayonida biz bilan şu şekilde hemra olsun. Yani biz bir programma, bir meşru başlattık. Bir uzun bir jarayon bu. Ang avval menheciyet meselesi. Yani qaysi gapdan nimani irada qilyapmiz? Biz so'zlagan vaqtda anglag'uvchilar shu gapdan qaysi ma'noni tushunadi, mush nuqta muqimlasin uchun shu dastlabda biz tanlagan bir mustalahning ta'rifatini demetişimiz gerek deydi. Ve nezkuru erba'ate mustalahat muhimme. Biz muhim bo'lgan 4 atalg'uni tilg'ab o'tamiz ki bu atalg'ular birinchi qatimdagi ba'zi murakkabliklarni o'z ichiga oladi. Yani dastlab oladigan qadamlarimiz uchun muhim bo'lgan 4 atalg'uni tilg'ab o'tamiz. Buning birinchisi ideologiyaning arkasıdaki narsa. Yani ideyanın arkasıdaki narsa. Yani bu ne alakı? Texmo mandalakı. Atalgılaşırsak meta ideoloji depti. Adatı biz alakı metafizikide bir narsani anlagan boğuydum. Anlagan metafizikide bazı alakı atalgılar bek murakkablaşıp kesim tushunilmaydi. Çünkü ben adilashtirib amal ba adilashtirib biray. Adatda Arapçada g'ayb deb bir atalgı var. Bunu biz normal Uyg'urda g'ayb deb davrimiz. Şahadet de bir atalgı var. Bunu biz alakı reallık deb ataverimiz. Ama bazı kesbi atalgıçılar şahadet alakı gaybning qarşısına buna fizik yani biz insan köylü olduğun his kılındığın deb qarab
his qığılınmaydıgan, kögülünmaydıganni metafizika deb mında ataplap g'aybni atagan bir ahvol bor. Ya'ni ingliz tilidan kelgan meta degan so'zdan kelgan so'z. İdeya hammadan biladigan bir narsa tushunmasakmi bilamiz. Yani hammadan bir ideya var. İnsan ideyasinin kendini çapıdı. İnsanda bir ideya şekillenmeydi, mahiyet yaşayamaydı. Her adamın bir ideyası var. Bir divanı tilemcinin bir ideyası var. Bir devlet meşgulatı reisinin bir ideya var kıllısta. Ma hazır birinci atalığı şu ideyani şekillendirgen ideya menbesi demekçi. Ma vera ideolojiya degan gap ideyani şekillendirgen menbe. Esanlı bolsun her adamın ideyasi ma'lum menbege tayinib turup şekillenadi. Her güzel ideya degan asmandan pokkuda tushmaydi şu. Ol bir narsa uchun onlar her adamning ideyasi. İdeyanın Müslüman kafirisi yok, ideyanın imanı yok, kufrisi yok, münafıkı yok. Fakat ideya sahibinin var. İdeya bir bıçak o'xshaydi. İdeyani kim qo'lga olsa, ideya shunun hareket qiladi. Yani ideyani shakllantiradigan bir manba bo'ladi. Shu manbaga asosan ideya shakllanadi. Unda olgandan keyin bizning birinchi deydigan gapimiz ma varo'a al ideologiya yoki meta ideology. Menimcha tushundingmi? Bu bir iliqqa tushunmak qiyinroq gap bo'lg'ach, avtorni ikki xil atalg'i bilan atagan bu yerda. Chunki normalda anglab kelayotgan gaplar emas. Biz hozir qadar mana tushunuglik. Ko'pincha vaqtlarda hamma narsaga bevosita ta'sir qiladigan narsa ideya deb bilamchu. Amaliyotda ideya oldimga o'xshaydi, normal harakatlarninki keyinida qilan bir ish. Ama onunla aldıda şu ideyani şekillendirgen bir narsa var. Şuna bazılarının ideyası 10 yıl içinde 2 qıtım özgüreydi. Yani 1 yıl içinde bir neçə qıtım özgüreydi ahvalım var. Bazılarının ideyası hayatı da özgürmeydi. Yani ideya tuncu narsa emas. İdeyanın mı araqısı bir mənbə var. İkinci atalğı ideolojiya matalğı seni ideologiya deb tərcümə qıldı hazır Uygurçaga. Ama texim adıyla tushungan vaqtda bir adamning ideyasi, yani fikri, kalısıga o'nish olgan her narsaga bo'lgan qarashi bu. Bu haqda so'zlaymiz. Üçüncüsü baradayım atalg'usi debdi. Aslida bu baradayım inglizcha gap bo'lib, mayda balkim arabcha buni nisbatan muvofiq atalg'u topolmagan bo'lishi mumkin. Men shu uyg'urchada muvofiq bir atalg'u yo'q, ammo tushuntirib qo'ya olaman. Bu nima desanglar, bir odam ma'lum bir ideyaga kelgandan keyin şu ideya turtkisida u odamning amaliyotida boshqalar ko'ralaydigan bir ulgu paydo bo'ladi. Masalan deylik, men bir jihad ideyastik odam bo'lsam, ideyaning ta'sirida mening ish harakatlarim tabiiy shu tarafga qarab mangadi. O'zimni chinoq turib turman, masalan, jihadga askari kerakli bo'lgan siyosiy, askari bilimlarni qanaq turman, o'rganib turman, badallarimni chinoq turib turman. Eğer ben ilmi adam bolsam, okuyduğum kitap buludu, yazdığım ilmi makaleler buludu. Yani mende körülüdüğün ideyanın arkasındaki ideyanın neticesi hesaplanıdığın bir fikri namune, yani fikri ülge desek buludu. Bir savaktaşımız Nemuzac el-Ma'rifi dedi, güzel. Dördüncüsü mustalah el-stratejiye, yani stratejiye atalgısı. Diqqat qilsanglar, hammasi tartib bilan kelayotgan gap. Avval inson ma'lum narsaga tayinib ideya shakllantiradi o'zida. Shu ideyaning turtkisida insonda boshqalig'ining ko'zida ko'rinadigan bir ulgu, ya'ni ish harakat shakllanadi. Ondan keyin shu asosda harakat qilish uchun kallasida oddiy olsin bir plan tuzadi. Eng oddiy olsin plan tuzadi. Shu dalil stratejiya, ya'ni plan demekçi. Stratejiya deb Uyg'urcha tercüme qilamiz, stratejiya deb. هذه المصطلحات تتداخل في أذهان كثير من الناس. Bu atalgılar ko'pincha kishilarning zihnida o'zaro bir-biriga qanaqib ketgan, kirishib ketgan. Yo'q, ideya sahibi desak bo'lmaydi baradayimda. Ya'ni ideya egisidagi ko'riladigan namuna, ulga, ya'ni harakat, ifoda. هذه المصطلحات تتداخل في أذهان كثير من الناس. Köpünç kişilerin zihninde özara kirişip gidiyordu ve bir tusalgı şekillendiriyordu. Yani şu güllünüş sahası da hizmet kılatkallarının oturustaki alakasına nispeten bir tusalgı şekillendiriyordu. Çünkü benim kallamdaki
şekillengen ideya ve hareket kılış planı bilen senin kallandaki şekillengen ideya ve hareket kılış planı bir olmagandan killam mesela mesela doğru tusalgı payda oldu. Yani düşünüşmeydiğin bir şekillenildi. Eğer ideya bir olup kalsa gap naydı odul çıkıdı. Mening bir ıgız gepimni qarshi taraf tushunadi. Qarshi tarafning hatta yarım ıgız gepini men tushunmayman. Oddiy misol olsam, men bir oddiy siz biz tushunadigan misoldan birini olay. Oddiy. İşkeylem var, işke aşpaz. Aşkını içip bakkan. Birisi vatandaşını açkan, birisi Avrupa'da aşkını açkan. Vatandaki aşkını açkan adamның ideyasındaki aşkanның tertibi. Üstel orunduklarının tizilişi, tamakның çıkış tertibini tartib, hemmesi başka, tam başka. Avrupa'da aşkına çıkan bir adamның kallasındaki aşkanның retlenişi, hirdalağı, muamele kılış, tamak tizimligi tam başka. İkisi bir yerga kelip, bir ıgız gap bilen tushunisholmaydi. Ma iniq kallanıldı bolsun. Bir ıgız gap bilen tushunisholmaydi birisi-birisini. Hatta tam bir yerga kelemeslik mümkün. Ama ikisi bir muhitda, bir rayonda o'xshash şekilde bir xizmat qilib bakkan bir adam bolsa, bir ıgız gap bilen hemmesi tushuniladi. Mesela aşxonada açmoqchi bo'ldi ikkisi. Üstelden manşinakiler degan hamalla ikkisining kallasındaki üstel muayyen bir üstel. O'xshash. Tamakni mayada chiqarsak degandan keyin ikkisining kallasida qandaq shaklda o'choq, qandaq shaklda oshxona hazırlanganligini aytadi. Muayyan bab barabar. Yani değişik etmeydi, tafsilatına kirişik etmeydi. Abdurrahman demekçi oğlum muşu atalgılarga olan çünkü o'xshamaganlik tüpeylidir. Gülünüz sahasida özüň oy milletni qutqizimiz dep turup xizmat qilayotgan sahadagi kishilarmi birisi bilan qana qilinmaydigan unda aloqalan. O'ylab bakinglar, ma eng cho'ng xafliq mushkul nima desa, har bir masalani soatlab o'ltirib oddiy bir masalalarni hal qilish. Bu nereden kelib chiqadi desanglar, şu saatlab suhbatda o'tganlarning kallasidagi aşı ideya, fikir, plan da birisi-birisiga bağlaşmagan, tutaşmagan, ulaşmagan, sistemlaşmagan. Şoňaşqa birisi bir mesele oturup koysa, şu sorundaki başka adamlar düşünemeydi o meseleni. Andakin manandan ya çöğüncü talep kılıdı, ya ki hata çöğüncü bilen karşı talep onu bir reddiye verirdi. Ama o üzünü çöndürüş için çöndürüp gidiyordu. Addi mesele saatlep hal kılınmaydı. Ama eğer hemmisinin kallasındaki ideya bir olsa, stratejiye bir olsa, yani bir olsa degenim umum cihetini oxuşsa, anın şunda bir qaş qapqının müdürgün qarab, o mani maqsad qildi degan nuqtani tushunalsa, bir ıgız gap bilen, bir cümle bilen bir saatlab yoki kunlab plan qilinadigan planlar tushunilsa, mesele taraqqiy qiladi degan gap. Şuna shunday bel vel mutahawirin fi kathir min al ahyan köpünçü vaqtda hatta söhbetleşkenler oturusdaki mu alaqaga nisbeten tusalgı bulur deydi. Muşu yuqoridagi meselelerninki ortaklaşmaslık, birleşmezlikki onda Irak xizmat qilganlarning o'tirdi tusalgı bir sorunga kelib söhbetleshayotganlarning bes-beslan tushundirishmaydi. Xili Irak oturusdagi farqchi. Şoňaşqa maqsadni tushuninglarmi sadoqdoshlar, qarindoshlar? Yani mesele bu yerda oddiy emas-chu. Bizning hozir qadarliqi jiq bir sorunga kelib natijasiz qopuşab ketishimizning sababi saatlab qilishgan paranglarimizni eng oxirisida bir jumlaga yig'inchoqlasak, ya'ni mag'lub bo'lgan sorun yoki mag'lub bo'lgan suhbat, "Avu meni tushunmay, men uni tushunmay, bir nuqtaga kelamay chiqib ketdik" deyishimizning bir sababi mush nuqtalardagi farq tufaylidir. Chunki vatandagi birlik kelmagan ma'arif, birlik kelmagan tarbiya hammalarni o'xshamagan bir şekilde tefekkür qiladigan, o'xshamagan bir şekilde o'ylaydigan, o'xshamagan bir şekilde plan tuzadigan qilib qo'ygan. Chunki bizning tarbiyalangan taraflarimiz bek farqli, saviyamiz bek farqli, ideyalarimiz hatta bek farqli. Şoňlaşqa velizalika ra'ayna darurata fakk al-ishtibak bayna hadihi al-mustalahat al-arbaha. Biz muşu tört atalgı oturusidiki özra tokunuş ne ajırtıp etişni yoki aralashib ketishni ajırtıp etishni zarur deb qaradik ve bu tört atalgıni muşu bahsida maqam yarvagan miqdorida izohlashni zarur deb qaradik. Şoňaşqa bu tört atalgıni tushuntirishni to'g'ri topdik deydi Abdur. Birinchisi ma vara
al-ideologiya. Bayat men azraq bunun izohatini tunuşturup öttüm. İdeya insanı kontrol qiladigan narsa, fikr insanı kontrol qiladigan narsa. İnsan kallısida shakllangan ideyaga qarab turib harakat qiladi inson. Oddiy inson. Mayli o inson siyosiy inson bo'lsin, ilmiy inson bo'lsin yoki tijoratchi bo'lsin va yoki har qanday bir inson bo'lsin, kallısida shakllangan ideyaga qarab turib harakat qiladi. Hamda ideyani shakllantirgan narsa nima desa, ma varaa al-ideology. İdeyanın mı arkasındaki bir ideyanın mənbəsi. Yani mavara al-ideologiya deganning tushunchisi, muşunun tushunchisi, mundaq deyishimiz mumkin. Yumkin an naqula anhu. Bu to'g'riliq mundaq deyishimiz mumkin ki bu manba xarakterlik narsalarning to'pi, mayli muqaddas bo'lsin yoki muqaddas bo'lmasin. Bir nuqtaga diqqat qilinglar. Dunyodagi insonlar ya dindor insonlar bo'ladi, ya dinsiz insonlar bo'ladi. Yashan ustida yashayotganlar ya dindor ya dinsiz. Dindarlar özünün bütün hayat ideologiyasini özü itiqad qilgan dinning muqaddas narsalaridan oladi. Mayli xalayli, xalamayli. Dinsiz insonlar ana özünün muqaddas narsa yo'q ularniki. Itiqad qiladigan bir dini yo'q, agashgan bir kitobi yo'q. O'rtaga ma'lum narsani muqaddaslashtirib o'rtaga chiqaradi da, ashuni manba qilib turib mangadi. Masalan, bunun oddiy bir misol. Musulmonlar biz mayli qanchalik cho'gilib ketili, qanchalik taraqqiy qilib ketili, Qur'on hadisning atrofidan ketilmaymiz. Kallamizga qanday ideya kelsin? Masalan, o'zini musulmon deb qaragan jihodiy sohadagi bir odamning ideyasi Qur'on hadisini cho'gilib shakllanadi. Mayli tushunchadan to'g'ri olsin yoki xato olsin. Ilmiy odamning ideologiyasi mi yine şu Qur'on hadisini cho'gilib shakllanadi, to'g'ri olsin, xato olsin. Ve başka. Hatta Müslümanın ticaret ideyasi, ticaret ideologiyasini yine şu Qur'on hadisinden haqqancha pas qadam bo'lsa bir yerlere bağlanıp qoladi. Demek ideyanın shakllanishga tüp manba bo'lgan narsa, bunda dini va muqaddasati va adamning nazarida şu muqaddasatlar bo'ladi. Endi muqaddasati yo'q, din yo'q. Yani dinni o'zidan yiroqlashtirgan insonlarning nazaridan da muqaddasat olmagandan keyin muqaddas bir narsani o'rtaga chiqaradi. Mesela neler? Bizden vatanda ata-onamizdan depirishcha, men başta anlaytdim. Manda bir gapni o'rtaga qo'yadi. Bütün Xitoy tavasida Mao'zedong Deng Xiaoping ideyasi deydigan bir fikr, tamam bilasizlar, maktabda o'qitgan Mao'zedong ideyasi, Deng Xiaoping ideyasi debchi. Qaranglar, bu gapning o'zi bizning ajoyib go'zal misol. Bechoralikning nimasi yo'q, muqaddasati yo'q, dini yo'q agishdiganga. Bir nas yo'q, qana qiladi? Ma'lum bir ideyani memleket miqyosida, yani o'zining agashtirmoqchi bo'lgan insonlarning o'tirisida muqaddaslashtiradi. Kötürüdü ortaga chiqib. Va buni shu anglagan hamallar nima uchun deb so'rg'ulamay turib, agishadigan bir holatga ekilishga tirishadi. Cho'qim ashta bir narsa bor va shu bo'lmasa ideya shakllanmaydi. Masalan, Cumhuriyetdan keyingi Turkiya ahvoliga qarasak, Cumhuriyetdan keyin Turkiyadan dinni yiroqlashtirish planı yürgüzülgen boğaçqa, din yiroqlashgandan keyin Qur'on, hadis, muqaddasatning qatoridan ma'lumning nazarida chiqarib etilib, yo'q bu muqaddasat bo'lmaydi, biz ma'noda yiroqlasak qildi degandan keyin bir muqaddasat lozim bo'ladi. Bir muqaddas, agashmas olmaydigan bir narsa lozim bo'ladi-da. Uni kimni chiqarsanlar bunda Atatürk ideyasini o'rtaga chiqarib, kishilarni shunga bog'lab turib, men tushunsin da qarasanlar ba'zi kurslarda berilayotgan sosyal nimalar var bunda fikir elishlar var. Da qarasanlar, nurg'un 60 yaşdan oshgan yoki shu cho'risdiki, ya'ni dal shu Atatürk ideyasi Turkiyada eng ko'p tashviq qilingan davrida yo'g'ilgan odamlarning gapiga qarasanlar, tushunmaydi chiq narsani. Anqirmaydi, ama Atatürk deb bir xilalikqa nima deymiz endi biz Qur'on hadisga bog'langandek bir holatni ko'ramiz. Ya'ni bir ideya shakllantirmoqchi bo'lganlar cho'qim ideyaning manbasi bo'lgan bir muqaddasatdan birini o'rtaga chiqarish kerak. O ras muqaddasatmanda diniy muqaddasatlar bo'lsin yoki boshqa bo'lsin, o'rtaga mutlaqo qanday qiladi? Chiqaradi. Ashta bo'lmasa ideyani shakllantirgili bo'lmaydi. Insonning ahvoli bu. Va shu ideya orqasidagi ideyaning manbasi ninki bir marja'iy nas bo'lish sifatidagina boshqalar hammasi murojaat qiladigan. Onun namını şunda anlat boğaça, yoki şu
aldığı kelip boğucu ona sallamna deydigan buluş süpütü bilen köp halladı. Fa'adeten فَمَا يُحْتَكَمُ اِلَيْهَا فِي الْحَدِثِ Gel sözlerde şununla qanday qılındı? Müracaat qılındı yani. Hüküm şununla nispet berildi. Hazır mesela ben bayatım degandek bir 50 yaşındaki üstündeki etrafdaki Türklerinin, koşudaki Türklerinin da gepsiz yukarısak gepning ahirisi Atatürk'e toxtaydı. Yani Atatürk mundaq degan dese, mesela xuddi musulmonlar Qur'on hadis mundaq degan dese, sallanana da toxtagandek toxtaydı. Oy nimishqa da u bir insan deb qarmaydi. Chunki shunda bir ideya yaşadiki bularga ideologiya aş şekilde sığdırılgan. Belki biz aralış bakmadık. Xitaylarmı Deng Xiaoping mavzunun ideyasi dese, işte toxtaydigan Oy eşekege vaq sallanana deydigan Xitay olushi mumkin. Amma mening o'ylashimda Xitaylar aşı ideyani Xitay tavasida ideya şekilde sığdırışda mag'lub bo'lgan deb qarayman men. Xususan atrofimizda biz bilamiz yani vatanda yashagandan ancha-muncha Xitoylarni qanday tafakkur qilganligini. Ya'ni gap boshqa yerga ketmasin qarindoshlar. İdeya muhim deymiz. Har qanday ideya kontrol qilamiz deymiz, ammo ideyani shakllantiradigan ideyaning orqasida bir manba bor. Muşun demek cevaptır. Bence çöndüm var. وَلِكُلِّ insan meraci'ahu el-esasiye. Her kanda insanın asasi bir merce olurdu. Del aşı ideyanın arkasındaki şu. İslam fikri sahasında bizning arkamızda bir turasni tapımız, bayqayımız ki bu turas mengülük iki menbayimizde teşkil kılıyordu. Birisi kitap, yani Kur'an, yani birisi sünnet, yani hadis. Ondan keyin yani bizning idealimiz shakllanadigan manba Qur'on hadisdan keyin shu bizning qadimiy o'tgan faqihlarimizningki, mutafakkirlarimizningki, mufassirlarimizningki, muhaddislerimizning va undan boshqa ulamolarimizningki bizga qo'yib qo'ygan xizmatlari va ashular bizga ta'sir qildigan narsa. Shu men bu shaklga vaqtda biroz chiqitib qo'yib turib men bir ortiqcha gapdan birini qo'shmoqchi men kitobdagidan boshqa. Menda bir fikr kallamda uzun bo'ldi, meni g'idaqlaydi. Uzundan biri menga ta'sir qilgan bir edi. Ya'ni men bu kitobda deyilgandek biz Uyg'ur musulmonlari har qancha qilsak, har qancha fasiqlashib ketsak, o'zimiz bilib bilmay Qur'on hadisning atrofidan ketolmaymiz. Buni mayli e'tirof qilayli, qilmayli. Ha, qancha Qur'ondan yiroq bir Uyg'ur musulmonmi shu tafakkurlarining bir yerlarida, ish harakatlarining bir yerlarida Qur'onning mutlaqo ta'siriga uchraydi. Mayli men aqlimga kelgan 90-yillar, 2000-yillar, 2010-yillar hisobda 3 dönemde 5'in o'tkazdim desam bo'ladi. 3 demni 5'imden ötkazdim desem buludu. Şu vaqtlarda bizning vatanda shakllangan har iqim Qur'on asosida bo'laqliq. Lekin hamisha demoqchi bo'lgan muhim nuqtadan birisi bor. Qur'on asosida bo'laqliq deganning o'zi Allah iroda qilgan to'g'ri shakldagi Qur'on tushunchasi demakchi emas, men ma'ni avval tushunib turibman. Qur'on bizni avval o'zini cho'ng jihatdan o'ziga bog'liqlik, ammo bizning ideyamiz hammalar biz Qur'onni o'zimiz tushunmaydigan bo'lg'achqa, Qur'ondan bizga tushuntirilgan tushuncha asosida bo'laqliq. Qur'ondan bizga tushuntirilgan tushuncha asosida bo'laqliq. Ya'ni Qur'ondan bizga tushuntirilgan shu tushunchalar to'g'ri bo'lsa, biz to'g'ri shaklda mangduq. Xato olsa xato shaklda mangduq. Ammo bizni cho'ng jihatdan Qur'ondan o'ziga bog'laganligi rost. Endi mushakkaga vaqt men demoqchi bo'lgan muhim gapim bu. Hozirga qadar mushu o'ltag'anlar hozir mushu so'rinni bala. O'zingizga bir savol qo'yib boqinglar. Yoki suhbatga yozsanglardir shu yerga. Zodi bizning o'tib ketgan 10 yillik, 20 yillik hayotimizda biz qadamni mayli uslub jihatda qanday jihatda to'g'ri oldikmi, xato oldikmi? Reallik nuqtasida o'tadim men. Reallikda bugungi kunga kelib keynimizga qarasak, nurg'un ishlarni to'g'ri qilib ekanmizmi, xato qilib ekanmizmi? Mumkin bo'lsa bir yezanlarni bir anglab boqay, chunki bu bir ashta bir muzokara bo'lgandan keyin men sizlarningki kallamlarda bor narsani bilgim bor yani.
Ötken 20 yıl içinde. Onun aldığındaki sürüştü kılmaydı. Belki bazılarımızdan yaşı uyağı bağmaydı. 2000 yıldan ta 2020 yılgacha mençe bir sorun o'ta qalgan. Mesela aqli bilan bir yashab baqqan odamlar o'zini bilib yayaqlar kelib. Mesela 20 yil ichida biz algan qadamlarimizga qaytadan qarasak, to'g'ri oldikmi, xato oldikmi? Genel olarak malakanda tafsiliy olarak kelmayman. Genel yani umumiy jihatdan to'g'ri optimizmi, xato optimizmi? Ba'zi yerler to'g'ri, ba'zi yerler xato deyilsa, her ishni ayirish to'g'ri keladi. Yani umumiy nuqtadan to'g'rimi, xatomi, shuni sizlarning his qilganingizni bir anglab boqay. Meni kalamda bir his bor, ama sizlarningmi bir hisinglar bor. Hazır kadar 3 kardeşimiz yazdı. Yani şöyle kardeşimizden yazmasının asasen bizden ötmüşte ağan 20 yıllık kademimizden hatalık çıkıp durdu. Yani tamam ötmüşte ağan 20 yıllık kademimizni biz bugün üzümüzün küzüyle da qarab-qarag'animizda bizning ko'zimizlarni xato deb baholag'an vaqtimizda biz shu Qur'onga bog'lanib mangan. Ama xato dedik. Yani bizning Qur'on bilan o'tirmizda xato rol o'ynayotgan bir tushunchi fasli bor. Qur'on bizni mutlaq xatoga boshlamaydi. Ma hammanglar ishni sizlar buni 100%. Qur'onda shak yo'qligiga 100% ishni sizlar. Eğer Kur'an'a doğru şekilde ergişip bağlanmaya alsak, bizden hata qilmaydiganligimiz 100% bu sizin işinizle benim işinime. Ama netice şu, bizni Kur'an üzgü bağlap hep mangdi, 20 yıldan keyin qarag'animizda umumishligimizni hata deb baho berdik. Mutlaka ortada Kur'an bilan bizning o'tirimizni turgan bir parda var. Yani bir fasıl var. Yani bizge Kur'an'ın ma'nosini xato tushuntirayotgan bir fasıl, bir dönem yoki bir tushunchalar bor. Endi mening demoqchi bo'lganim shu kitobning mazmuniga. Bir millatning idisini shakllantiradigan shu millatningki muqaddas kitobi, muqaddas nasri. Bizning Qur'on, hadis. Qur'on hadisga bog'landik, ammo xato qadam oldik 20 yil. Dedimki, o'tirdi bir xato tushuncha bor. Mening ham hozir şu ideyaga keleglik ben bu noktadan yeniden başlaş. Kur'an'ınki her bir ayetini to'g'ri biz turas tefsirler bizden ilgirki Kur'an'ı tushungan imamlar bizga nisbatan bir yo'l boshlovchi bir chiroq sifatida bizga asos bo'ldi. Ammo hamma narsani bizden ilgiri necha 100 yil ilgiri o'tgan kishilarga tashlab kirib bizning asrimizni yaşayotgan davrimizni aşuladek bozuldu deb zo'lash menimcha biraz xatolikda his qilyapti. Mushkullar kelgan vaqtda. Yani her devrininki odamlari Qur'on, hadisni o'zining davriga tatbiqlagan bir şekilde, o'zining davriga mos bir şekilde Qur'oni Karimdan bir yo'l yo'ruq, bir chiroq, bir mayak amisi lozimdek his qiladi. Mushu nimalarni bir misol deb berayman sizlarga. Bir misal deprey. Mesela şu sürülerin içinde qarasam, bana sürüler tabii ki sürünün ma'nosini tushunish, tafsir qilish bizning haddimiz emas, o'zimiz mustaqil shaklda tafsir qilish. Lekin bir musulmon bo'lish sifatim bilan, bir Qur'onning ummati bo'lish sifatim bilan Qur'onni tushunish haqqim bor. Shaxsiy olarak yani masalan. Yani Qur'ondan olgan ba'zi tahlilini elish haqqim bor deb o'ylayman. Gerçi tafsir qilish haqqim bo'lmasa, yangi salohiyatim to'shmasa, ama Qur'ondan bir ta'vinda nima elish öz aldımga üzemge nisbeten bir taammul qilib, o'ylanib, bir tushunchalish haqqim bor deb o'ylayman. Buning da turasiy tafsirlardagi Qur'onning asosiy mazmunlarini ching tutaman. Ama bizning bugungi zamonimizda bizga Qur'on demoqchi bo'lgan narsalarni chiqarishga tirishaman. Shuning misollaridan birisi shu Duha surasi. Hammanglar o'qisizlar bu Duha surasini. Hamma kunda o'qiyotimiz va Duha val layli iza saja. Sürününki mesela bu sürünün ağan kallamı kelgen şuna bir tushunchalardan o'rtoqlashqim keldi. Tez necha minutlarım tugaydi. Andikin dersini davom qilamiz. Qur'onning sürünün 5 lam qasam bilan boshlandi. 2 vaqtlar. 2 vaqtlar qasam qildi. Birisi duha vaqti, yana birisi val layli iza saja. Bunda ig'ir qorong'ulik vaqti. Hamma bilisizlar bizning burundan qo'llanib kelgan birimiz bor. Zulmetlik qarang'ulikdan keyin bir tang keladi deydigancha. Menga nisbatan bu
hozirgi vaqt biz ko'rayotgan ig'ir zulmdan keyingi bir chashka vaqtini eslatib Her daim mushta o'ylayman. Chunki duhodagi duha kunninki bir 24 soatlik kunning ichidagi eng alam yurg'an, eng qizziydigan, ya'ni quyosh pallaga chiqadigan bir mezgilchi. Ya'ni xuddi menga bu oyatdagi ikki qasam bir zulmatdan keyin keladigan bir yo'ruqliq bir tuyg'usini urdi. Chunki sura qanday vaqtda kelgan desanglar, payg'ambar alayhisolamga ma'lum mezgil vahiy uzilib qolgandan keyin Rasulullah'da ig'ir bir tushkunlikdek bir ahvol ko'rgan. Meni tashlab qo'ydim Alloh. Endi bu men ado qilolmadimmi bu vazifani? Ajab bu vahiy kelmaydi ya. Degandek bir xil ensirash, huduqush. Xuddi bu ahvol bizning bugungi ahvolimizdagi kallimizga shunday kelib qoladi. Allah biz Uyg'ur millatini tashlab qo'ydimi degandek. O kadar vahshiy kafirning ostiga uzun bo'ldi biz yat qo'l to'g'richa 200 yil bo'lib ketdi. Bizga yordam qachon keladi? Biz Allah hech nimani unutmaydi, ammo biz o'zimizning salohiyatimizni unutganlik tufaylidan Allah tarafidan tashlanib ketdikmiki deydigan ideya. Xuddi bizlar Allohning qarshi olmagandek bir ideya, balkim sizning kalomingizga kelgandir. Mening kalomimga ancha muncha kelabilik. Ya'ni Qur'ondagi ba'zi azob chekkan millatlarningki payg'ambarlardan qo'shilib Mata Nasrulloh deganga o'xshash. Oyatning oxiridagi ma wadda'aka robbuka va ma qala degan mush oyat menga shu yerda malham bo'ladi. Bir qorong'ulikdan keyin bir yo'ruqlik, bir zulmatdan keyin bir g'alaba, nusrat ifodasi aks etgan qasamdan keyin Robbing seni tashlab etmadi, sana g'azabmi qilmadi degan xitob xuddi bizning Uyg'urga qilingandek bir xil ilhom berdi menga. Uyg'urni Allah hergiz tashlab etmaydi. Uyg'urni Allah hergiz Uyg'urga g'azab qilmaydi. Valal axiratu xayrul laka minal ula desa, valal axiratu xayrul laka minal ula. Keyingisi avvalgisidan yaxshi degani cho'qqum bizni yaxshi kunlar kutib turadi. Yaxshi kunlar kutib turadi. Alam yajidka oyatning oxirisi nima? Valal axiratu xayrul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika robbuka fatarda. Allah cho'qim bizga beradi, bizni rozi qilgudek beradi. Alam yajidka yatiman. Seni Robbing yetim tepib fa'awa. Sana igidarchilik qilmadimi? Amaliyotda Uyg'ur millati qaranglar. Musulmon millatlarning ichida eng yetim millat. Chigirning eng sharq tarafida. Bizdan musulmon yo'q o tarafda. Ançmış tungallı olan bile lekin bunda devlet karakterlik, millet karakterlik bir Müslüman yok. Biz İslam dünyasının en çetli yaşayan adamlar. İslam dünyası hatta bizim de emniyet onudu. Ben şu ahvalga vay istediğim keledi şu bir milyar 300 milyonluk İslam dünyası bizde bir İslam dünyasının şarkını qoğdayotgan, şarkı işki hesaplanadigan, şarkı çigrisi hesaplanadigan bir milletni emdi tunudu, yetim. Ama şunda olsa menda selektirib baksam, bütün İslam dünyasının içinde umum noktadan Uygurludak mında imanı da samimi Müslümanlıkta da sadık muamelelerini tapmak bek tez. Köpüncüsü öyle ki endeyimiz hem de aralışıp gittiklik mesela. Ve vecedeke dallen fehada. Şimdi dedim ya İslam dünyasının bek yirak, bek üzülüp kılıqlık ama Uygur hidayetini yo'qotgani yo'q. Allah bu cihetde bizge biripti. Ve vecedeke ailen fe'agna. Bizni aşı Xitayninki iqtisadi siyasetleri aslida asli Xitayning umumiy siyosati bizga bemo'cha emaslikchu. Bizni namratlıqdan qanday qilib o'tish, qul qilish hamdi bizni. Bir ajoyib bir namrat qoldirish hamdi. Bunda beshimizni ko'targizmaslik. Allah uning digining tam tersida Uyg'urni hamda shu vaqt hozir ma yaqinda vatandan ayrılib biraz qulimiz qisqab qolgan bilan vatanda Uyg'ur desa Xitoyning oldida chanmog'idek bir holat yashaydik. Bir kuchli hokimiyat va Xitoyning o'tirisida Allah aqallisi shu qashtishi deyli
Meyli qaşış to'g'riliq chiqqan nurg'un gaplar bir tarafda tursin, ammo ma millatga aşı Xitoyning oldida, Xitoyda yo'q bir manba bilan Xitoyning oldida bir o'zining beshini egiz tutib turadigan bir holat birlik yani. Mushnoqlarning hammani o'ylasam bizga cho'qim nisbat var. Ammo Alloh bizning bir narsa talab qiladi. Shu suraning o'ziga qaraganimizda فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. İki narsani talab qilyapti bizdan. Birisi bizning millatning eng ojizlarimizni, yetimlarimizni, ehtiyoji bor kishilarni rad qilmaslik, o'zaro hamkorlashish, birlashish. Chunki bu millat eng ojiz odamlar bilan taraqqiy qiladi. Ila qibrada soya innama tunsaruna bi du'afaikum deb bu millatning taraqqiyoti şu milletdeki en aciz adamlar olan burada. Çünkü küçük adamlar, yani ihtisaslı adamlar değil ya ki bir imkaniyeti var adamlar şu neslini qoğdaşlan bolup qaladı. En aciz adamlar cenne biridu, meline biridu. Ma milletini qutquzdu Allah, aş milletini acizlar. Kur'an eşhedi bizge özara çoğun kiçik demeyi. Birisi sahip çıkış, birimizden halini haber etmeden bugün aşı işinden emel kıldığın günüzü. Bugün ortada İstanbul'da nurg'un yetimlerimiz var. Ortada o kadar qiyinchilik qilib qolgan qarindoshlarimiz var. Er ayol, qari yosh. Mujnonga bizni sahip chiqqin deyapti. Ki oyatning oxirisida, suraning oxirisida va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Mana oyatdan da Allohning bergan ne'matini so'zlab bergan deb ma shakl chiqqan tarjimalarni tushunmayman qarindoshlar. Allah çokum bizge bir g'alaba nusrat ato qiladi. Shu vaqtda biz dunyoga beshimizni egiz ko'tarib turib so'zlaymiz shuni. Allah bizge mashta g'alaba berdi. Allah bizni mashta bir nusratga ega qildi deb so'zlaymiz. Mana mushu sura mushu shaklda ta'sir qiladi. Mening olgan shaxsiy tushuncham bu bir tafsir emas. Ya'ni demakchi o'g'lim shu kitobning o'ziga qaytib kelsak, asli muqaddas nasrimizni, ya'ni Qur'on hadislarimizni o'zimizning ahvoliga sap turib günlük her hayatımızın şu asasta ip mağıdığan bir toğur çönceki igi olsak bizge acayip başqıcı bir ideya şekilden oldu. Hazır kadar bizde şekillengen ideya ibayetmen degen bir ağız gepke yığınça kondu. Kur'an bilen bizning oturumuzda turulgan bir perde var. Yani bizge hata çöndürüp atkan. Bunu ben tasvirleşte olup kalsa kana tasvirleymen dese oturdu bir eynektam. Eynek tamның arqısida bir sahip Cemal'dan birisi var. Eynekning bu tarafida birisi var. Eynek a sahip Cemal'ını naide set görürsüdü ma tarafga. Yoki set ko'rsatmasa asli chiroyini ko'rsatmaydi. Şu deb o'ylaydi. Eynekning bu tarafidagi adam, o taraftagi sahip Cemal'ni kurimsiz chiroyi, bu kurimsiz deb o'ylaydi, ammo o'tirdiki eynek uni kurimsiz qilayotgan narsa. Agar fursat ulab eynek tamni evitishga o'qib qolsa sahip Cemal o kadar güzeldi. Kur'an o kadar güzeldi. Kur'an'da o kadar bizni to'g'ri yo'lga chiqargudek bir ideyalar vardı. Aşta ideya bizga hammalarga o'rtaq singan vaqtida o'rtaq harakat qiladigan bir mexanizm, bir sistem shakllanadi. Ammo o'tirimizdagi bir aynak tam. Bu aynak tam taqimida aynan ko'rsatadigan aynak tam bo'lmasdan Qur'onning go'zalligini bizga yetkazmayotgan, to'solib bo'layotgan bir aynak tam bor. Ash aynak tam qanday qilish kerak, chaqilish kerak qarindoshlar. Qur'onga o'zimizning kallasi bilan cho'kishimiz kerak qarindoshlar. Bevosita kirishimiz kerak. An şu vaqtda bizde ideologiya shakllanadi. Abdurum demek çoğunu şu. Her qanday millatninki ideologiyasi şu millatninki muqaddas naslari, nas manbasini shakllanadi. Bizning ideyamiz Qur'ondan shakllanadi, hadisdan shakllanadi. Qur'on hadisninki haqiqat ekanligi to'g'risida qilchilik shubimiz yo'q, qilchilik kallimizda u vaqtda shak yo'q bizningki. Agar biz shundan to'g'ri ola olsak. Ana keyin darsni davomlashtiraylik. وفي التراث الغربي Ömer kardeşimiz bir sual sordu ama sualın keliki tam o'qib bo'lamadim men kitob qarash munosabati bilan. Ya darsdan keyin bu savollarga nisbatan bir mulohaza qilsak bo'ladi inshaalloh. وفي التراث الغربي Garip mirasida mesela İslam dünyasının gibi qilib bolduq ya, garip mirasida garipki vakillik qiladigan Hobbes, Montesquieu mesela, Jean-Jacques Rousseau qatorliq ondan boshqa
Ondan başka Marquez, Lenin, İngiliz qatarlıq turasını təşkil qıladigan çoğ siyapta nurgun insanlığa. G'arib yani şularning ideyasi bilan şularni manba qilib turib o'ziga ideya shakllantirgan. Xitoy desak, bayatın degandek Mao'ning ideyasi, Deng Xiaoping ideyasi bir ideyalarni o'ziga manba qilmoqchi bo'ldi. Yo, yana qila oldi ya qilolmadi. Ondan başqa kunuzchilik masalan Xitoydagi her bir milletninki ideya shakllantiradigan bir manbasi mana shunga o'xshash. Va hadihi kulluha bularning hammasi ideologiya sohasida xizmat qilayotganlar tayinadigan manbalik yozmalardan iborat. Hammasi o'zininki meros asosida va e'tiqodi asosida bo'ladi. Va binisbati lil muslimin, musulmonlarga nisbatan nesla, yani Qur'on hadislar demekçi. Bu bir merce teşkil kılıdı ve büyük bir ve kaç bir urun teşkil kılıdı ki hemmeyle şu yerden başlatmanıdı düşüncede ve İslam'daki zihni sürtünü kurup çıkışta. Hemmeyle'nin kallısı ki İslam'ın sürtü, İslam'ın şekli, İslam ideyisi, İslam fikri şu menbeğini kanakladı, asas kılıdı. Ve şu İslam dairesinde mümkün bulunduğun iş kayısı, mümkün bulmaydığı iş kayısı, yani İslam'ınki sepil dairesi içinde. Muşeyeden başlaydı hemmesi. Hem de merce olan, menba olan nesle del muşuk kuruluşunu teşkil kıldığını şu ki bununla şu mavara el ideolojiya, yani meta ideolojiya diye isim şunun işletildi, yutlak kodun gibi işletildi. Andiro Hiyot özünün bir kitapta yani Usas es-siyase Foundation of Politics degan kitabida shunda deydi. Büyük ideologiya deb atab turganlar. Bayatın bizda aytgan mavara ideologiyani. Yoki ideologiyaning orqa ko'rinishi. Bizda aytgan gaplar shu hamda. Boshqalar xil nomlar ataydi. Ma kitap mavara al ideologiya dedi ya. Alaqi Andrew Hiyot o'zining kitobida büyük ideologiya yoki ideologiyaning orqa ko'rinishi deb atabdi. Yani bu del ideologiya, yani ideya söhbetleri şu asasda turadigan bir asasni qana qiladi, qurib chiqadi deydi. Agar biz xohlasak, buna desak bo'ladi, har qanday bir ideologiyalik söhbetning bir asosi bor, huluva. Ba'da zalik aw al-bina al-thani alladhi natahaddasu anhu. Shundan keyin yoki ikkinchi qurilishdan keyinki biz to'g'riliq so'zlaymiz. U bo'lsa-mu nasla ve söhbetleşkenler şununla qanday qiladigan tayinadigan deydi. Agar qaytib kelaylik, fa idza shi'na qulna, yoki mana desak bo'ladi, agar xohlasak mana desak bo'ladi. Har qanday ideologiyalik söhbetlarninki hulusi shundan keyin yoki biz so'zlayotgan ikkinchi qurilish deganimiz ideya qurilishidan keyin eng huluga narsa nima desa del söhbetleşidiganlar tayinadigan nusus ve mercaiyatlardır. Nesle ve menbeler. Deydi kim o Androhir. Yani Abdur magabni naql qilish orqali nima demoqchi desa, bu nuqtani g'arbdagi tadqiqotchilarimiz shuni puloqliq demoqchi. Yani o'rtaq bir nuqta demoqchi. Har qanday bir ideya shakllanish uchun shu ideya tayinadigan bir menba var. Şu menba asosida tayinadi. Shu menba yo'q turib hech qanday bir narsa qanday qilmaydi, shakllanmaydi. Buguncha bu yerda to'xtasak qarindoshlar. İnşallah ayetki vaqtdan tatib darsimizni qana qilsak da başlasak. İşte qilamiz. Doğsa bugun darsimiz yerda to'xtasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.